Assalomu alaykum azizam, yaxshimisiz? Savolingizni qabul qildim. Meni 1,5 yil oldin turmush o'rtog'im xiyonat qilgan, urush janjallar qilganman. Shundan beri qanday yashayotganimni bilmayman. 3,5 yosh, 1,5 yosh 2 o'g'lim bor. Yaxshi gapirishmaydi ikkalasi ham. Yoshligimdanoq ko'p ajralgan odam edim. Shunga ham bilmayapman, madrasaga qo'shildim onlayn darsga. Shu darslarda qatnasha olmay o'zimga bo'lgan ishonchim pastligi uchun. Xo'p, azizam, savolingizni qabul qildim. Qarang, turmush o'rtog'ingizni xiyonatini bolalaringizga aloqasi yo'q. To'g'ri, endi o'shanda ham katta stress kechirgansiz, lekin bu stresslar oldindan kelgan, ya'ni bolalikdan kelgan stresslar bo'lgan. Bolalikdan ko'p ajratilgan bo'lsangiz, bolalikdan eshitilmagan bo'lsangiz, mana gapirgis kelgan, gaplashgis kelgan, lekin ota-ona tarafidan eshitilmagansiz. Maza qilib gaplashilmagan. Mana farzandlaringiz nimaga yaxshi gapirishmayapti? Chunki ularda shu ong ostida sizning og'riqlaringiz, sizning ichki holatlaringizni aksi ko'rsatilyapti. Ya'ni siz bolalikdan o'zingizga ishonchingiz past, mana madrasada o'qiyapman, onlayn o'qiyapsiz. O'zingizni boricha ko'rsata olmaysiz. Va bu narsa tabiiyki bolalarga ham ta'sir qiladi. Bolalikdan keladigan bunaqa og'riqlar borib mana turmush o'rtog'ining xiyonatiga, yana boshqa narsalarga sabab bo'ladi. Bu to'xtamaydi. Ya'ni yana og'riqlar olaverasiz. O'sha narsa sizni qalbingizda og'riq bo'lib turaveradi, o'zingiz bilan olishaverasiz, kurashaverasiz. Bu yoqda farzandlarga jabr bo'ladi, kelajakka jabr bo'ladi, hayotingizni yaxshi bir holatga olib chiqa olmaysiz. Buning uchun nima qilish kerak? Asalim, birinchi o'rinda o'zingizni ustida ishlashingiz kerak. Madrasada o'qishdan oldin birinchi o'zingizni o'zgartirish ustida ishlashingiz kerak. Mana o'zim aytyapman, o'qiy olmayapman, bajara olmayapman. Nimaga? Chunki bu yoqda og'riq turgan bo'lsa, qalbda og'riq. Buni tasavvur qiling, bir tozalanmagan uy. Uyingiz tozalanmagan joyga siz kimnidir olib kela olmaysiz. Yangi bir hayot boshlay olmaysiz. Iflos joylarga-da qalbni holati shunaqa holatga kelib qoladi-da, yillar davomida og'raversa, yillar davomida xafa bo'laversa, u oxiri shunaqa holatga olib kelib qo'yadi. Ana shuning uchun ham biz qalbimizni tozalashimiz juda ham muhim. Ya'ni bolalik bilan ishlash siz uchun juda ham muhim. To'g'ri, bu birdaniga bo'lmaydi, aytaman. Chunki og'riq qancha kuchli bo'lsa, mana o'zingizdan bilasiz-ku, tibbiyotdan ham kasallik qancha o'tib ketgan bo'lsa, uni davolash shuncha qiyin bo'ladi. Sizda ham ancha o'tib ketganda, mana o'sha bu farzandlarda ko'rinyapti. Bolalar yaxshi gapira olmayapti, ularda ham xuddi sizning holatlaringiz va sizdan ko'ra kuchaygan holat bo'ladi. Chunki bolalar bizni har qanday holatimizni kuchaytirib ko'rsatib berishadi. Masalan, ona aqlli bo'lsa, ona o'ziga ishongan bo'lsa, ona qaysidir ma'noda o'z ustida ishlaydigan bo'lsa, bolasi 2 barobar shunaqa bo'ladi. Ya'ni 2 barobar aktiv bo'ladi. Ona passiv bo'lsa, ona o'ziga ishonmasa, ona o'zini ko'rsatib bera olmasa, bola ham 2 barobar shunaqa bo'ladi. Ya'ni pastroq bo'ladi. Ya'ni kuchaytirilgan formada bolalarimiz yashab beradi, kasalliklarda ham, vaziyatlarda ham, holatlarda ham. Demak, sizning vazifangiz tanlov qilishingiz. Yo hozir o'zgaring, yo dальше yana davom eting. Yana qachondir qayerdandir zarba kelishini kuting, yana kimdir sizning qalbingizga qattiq og'rishini kutishingiz mumkin. Lekin bu bilan unutmangki, sizda hech narsa o'zgarmaydi. Qaysi ma'noda? Agar siz o'zingizni o'zgartirmasangiz, qachonki siz o'z ustida ishlaganingizda, ayniqsa kechirim bilan ishlash muhim, bolalik bilan ishlash muhim, ota-onani kechirim bilan ishlash muhim, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish muhim. Mana shu narsalar ustida ishlaganingizda avtomatik atrofingizda hamma narsa o'zgarayotganini ko'rasiz. Farzandlaringizda o'zgarishlarni sezasiz. Nega? Chunki ular sizning aksingiz kichkina bo'lgani uchun ham 14 yoshgacha sizni ko'rsatib berishadi. Biz aynan qalb poklanish kursimizda ana shu ilk qadamni tashlay olmayotgan, bu sizga ilk qadam. Tozalov uchun, o'zingizni o'zgartirishingiz uchun ilk qadamingiz hisoblanadi. Mana shu qadamni bosganingizdan keyin boshqa qadamlaringiz o'zgarishni boshlaydi. Boshqa qadamlarni osonlik bilan, yengillik bilan tashlashni boshlaysiz. Buning uchun esa qaror qabul qilishingiz kerak-da. O'zingiz uchun vaqt ajratishingiz, qaror qilishingiz yoki to'ymagan bo'lsangiz yana dars yurishingiz mumkin. Lekin yo'q, men to'ydim munosabat. Men bunaqa yashagim kelmayapti. Men baxtli bo'lishni xohlayman, men mazza qilib yashashni xohlayman, bolalarim zo'r bo'lishini xohlayman. Siz marhamat, ishlang. O'zgaring, o'z ustida ishlang. Chunki bizga kelgan ko'p ayollar deyarli hammasi shunaqa holatda kelgan. Hozir qanaqadir natijaga chiqayotganimiz hammasi Allohdan va o'zlarining harakatidan. Biz shunchaki ularga yo'nalish beramiz xolos. Mana shularni bajargandan keyin Alloh unga go'zal natijalarni beradi. Faqat tanlov sizda qoladi.